Muhim xabar. So'nggi kunlarda O'zbekistonda kartadan kartaga pul o'tkazmalari, ya'ni P2P tizimidagi o'zgarishlar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Gap shundaki, Markaziy bank mobil ilovalar orqali pul yuborishda operatsiya maqsadini ko'rsatish funksiyasini joriy etish taklifini ilgari surganida bo'ldi. Unga ko'ra, foydalanuvchilar pul o'tkazishda maqsadni tanlashi mumkin bo'ladi. Masalan, qarzni qaytarish, sovg'a, oila a'zolariga o'tkazma, tovar uchun to'lov yoki kommunal xizmatlar kabi variantlar mavjud. Ijtimoiy tarmoqlarda bu tizim majburiy bo'ladi degan xavotirlar paydo bo'lgach, Markaziy bank rasmiy izoh berdi. Regulyatorga ko'ra, hozircha bu funksiya majburiy emas. Tijorat banklari uni o'z texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib, ixtiyoriy tarzda joriy qilishi mumkin. Shu bilan birga mutaxassislar bu mexanizm yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, ya'ni ayrim savdo operatsiyalarini nazorat qilish uchun xizmat qilishi mumkinligini ham aytmoqda. Hozircha tizim ixtiyoriy bo'lsa-da, kelajakda bu tartib majburiy bo'lish ehtimoli ham istisno qilinmayapti. Xo'sh, bunga sizning munosabatingiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Anxor.uzga obuna bo'lishni unutmang.